Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Oldi bilan men sizlarning kelish oldi tug'an Roza Hayitlar bilan muboraklayman. Hayit muborak. Bugungi leksiyada bundaq 3 masala haqida to'xtalmoqchi. Oldi bilan samonlarga dunyoning iqtisodiga oid ba'zi muhim xabarlarni yetkazgandan keyin, mazmunlarni yetkazgandan keyin bu qitim Amerikada olib berilayotgan 46-cı navbatlik Amerika prezidenti saylash saylimi haqida, faoliyatlari haqida qisqacha tushuncha bermoqchi va mulohaza qilib bormoqchi. Anadan keyin şu YouTube kanalıma kirib, bana sual qo'ygan qarindoshlarning savollariga chamimning yetishicha javob bermoqchi. Shunday bo'lsa, oldi bilan iqtisodiy masalalar, iqtisodiy mazmunlar haqida to'xtalaylik. Bu bir hafta ichida dunyo, jamiyatlar, har qaysi davlatlar yanala bir tarafdan ommaviy sog'liqni saqlash, yana bir tarafdan iqtisodni asl keltirishdan iborat mush ikki xil tanlashning ichida chayqilib kelmoqda. Amerikada bu kasal bilan, vabo bilan yuqumlanganlarning soni 1,5 milliondan oshib ketdi. Qazo qilganlarning soni 93 mingdan oshib ketdi. Men bir qitimliq leksiyarimda balkim bu son 2 millionga, vabo bilan yuqumlanganlarning soni 2 millionga yetib, qazo qilganlarning soni 100 minglardan oshib, undan keyin yenish mumkin degan bir farazni o'tirib qo'ygan bir 10 kunlarning ishkapning oldida deyman. Hozir shuningga yiqilishib qoldi qazo qilganlarning soni. Dünya miqyosida qazo qilganlarning soni 329 mingdan oshib ketdi. Bu sog'lomlik krizisida bo'lib qolmasdan yana davlatlar o'rtasidagi diplomatiya yoki siyosiy kurashlarning kaskin bo'lishiga bir yo'l ochayotdi. Bu to'g'risida hozir to'xtalaman. Amerikaning bu hafta ichidagi iqtisodiy faoliyatlarda azroq yaxshilanish bor. Ya'ni ishlab chiqarish sohasi, mulozima sohasida azroq bir ko'tarilish bor. Yevropada shundoq, Yaponiyada shundoq. Shunga Purchasing Manager Index deydigan bir sotuvchilarning boshqarish ko'rsatkichi deydigan bir MPI deydigan bir ko'rsatkich bor. Odatda bu son 50 dan tuvan bo'lsa, bu ishlab chiqarishning iqtisodning chekinganligini ko'rsatilgan. Bu son chekinib 10 nechaga, 20 nechaga shunday chiqib qolgan. Hozir uni ko'tarilish bor, 30 nechaga chiqdi, ko'tarilyapti degan gap. Mana bugun bu xil ko'tarilish iqtisodiy faoliyatlarga azroq yaxshilanish paychek bozorlarda o'zining ifodasini topdi. Shu paycheti olgan qarindoshlar qarasanglar, sizlarningki qizil bo'lib ketgan paychekinglar hozir ko'kka qarab bugun ko'kka aylandi. Bu yani iqtisod to'g'risida qarashlar ba'zilarning qarashi yanlam bir masalaga nisbatan kishilar o'xshamagan qaraydi. Ba'zi iqtisodshunoslar biroz umidvorlik bilan qarayotdi. Ya'ni biz iqtisodning chekilishi eng tuvan nuqtani tep bo'ldi, hamda asosda asli keldi deb. Ya'ni ba'zilar deydi, yo'qdi. Biz iqtisodningki Amerika iqtisodining, dunyo iqtisodining chekinishi bir mezgil davom qildi, unda oson asli kelmaydi deydi. Mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, kishilarning qandoq qarashidan qat'iy nazar, haqiqiy bizni qoyil qildigan nima desa amaliyot. Buning iqtisodiy faoliyatlar qanday bo'ladi? Davlatlar o'zlarining iqtisodlarini asli keltirish uchun qanday siyosatlarni qo'llandi? Masalan, kengayim siyosati qo'llanadi yoki taraytma moliya siyosati qo'llanadi. Bunga qaraymiz. Bu albatta iqtisodiy faoliyatlarga uchun ta'sir ko'rsatadi. Iqtisod to'g'risida gapni mo'shinchilikda hamda ikkinchi masala abay deb o'tgandek, shu vabo cho'ng davlatlar o'rtasida bir xil ziddiyat talash tortishni barliq keltirdi. Dushanba kuni deyman, Amerikaning prezidenti, 45-navbatli prezidenti Donald Trump Dunyo siyosat tashkilotiga xat yozib, uning bosh sekretari Tedrosni va Dunyo siyosat tashkilotini ayblab xat yozdi. Ya'ni ularni Xitoyga moyil bo'lsa maydon tutding deb shunday aybladi va 30 kunning ichida agar o'zingni Dunyo siyosat tashkilotini isloh qilmaydigan bo'lsang, o'zgartmaydigan bo'lsang, biz senga beradigan pulni shunday tortib olamiz. Bu deganlik nimadan derak berdi desa, Amerika hukumatining maqsadi Tedrosni, ya'ni Xitoy bilan birlashib, shu vaboninki ig'irligini, moyitini bizning yo'shigan dunyoning yo'shiganligi uchun bu jazoga uchrash kerak deb qarayapti Amerika hukumati. Balkim shu 30 kun ichida Tedrosning Dunyo siyosat tashkilotininki bosh sekretarlik vazifasidan ilib tashlanishini ümid qilgandek turdi. Menimcha shu 30 kun ichida
shundoq bo'lishi mumkin. Nimishqa desa, tadrusni biz bir padichiga o'xshatsak, padichining yanida nurg'un odamlarni boqadigan kalalar desak, inaklar desak, Amerika bir cho'ng inak. Endi bu cho'ng inak men sutimni bermayman degandan keyin boshqalar qanday qiladi? Albatta butun sababni, butun gapni, butun sababni shu padichidan ko'rdi. Shunga bular tadrusni tepishi mumkin. Bu ikki davlat o'rtasidagi shu surkilish savdo urushidan boshlangan xabarlar bor. Lekin vabo buni biz qora oqqu hodisasi deymiz. Ya'ni bir tasodifiy kutilmagan bir voqea butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan, dunyoni bir xil iqtisodni chekintirib o'tgan, kutilmagan bir cho'ng voqea bo'lib ketdi. Yer shari xarakterli voqea bo'lib ketdi. Bu vaboniki ikki davlat o'rtasidagi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatni yomonlashtirayotganligi aniq. Buni yana nimadan chiqamiz degan vaqtda Amerikaning parlament a'zolari bir necha xil Amerika parlamenticha bir necha loyiha bor. Ya'ni Xitoyga qarata, Xitoyning shirkatlariga qarata bir necha loyiha bor. Bu loyihada Xitoyning amaldorlarini jazolash, ya'ni shu vaboda mas'uliyati bor, kishilik huquqni dafsanda qilgan shunday amaldorlarni jazolashdan iborat Magnitskiy qonuni bo'yicha bir loyihalar bor. O'xshagan parlament a'zolari sungan. Bu loyiha ovozga qo'yilib, qonun ma'qullanadi, biz uni o'qimaymiz, ammo bu vaqtning o'zida Amerikaning parlamentida bir necha xil qonun loyihasi bor. Agar bu qonun loyihasi, bu loyihalar ma'qullanib, kuchga ega bo'lsa, qonunga aylanib kuchga ega bo'lsa, Xitoyningki xalqaro sahnadagi faoliyatlariga nisbatan jiq ta'sir bo'ldi. Xitoyningki dunyo iqtisodi bilan bo'lgan bog'lanishiga nisbatan bir ta'pki bo'ldi, bir ta'sir bo'ldi, buning ta'siri bo'ldi. Masalan, bir Lindsey Graham deydigan bir Cumhuriyetçiler Partisininki yuqori darajali bir parlament a'zosi bor, Kengash palatasining. Buningki sungan bir loyihasida bu Amerikaninki shu kapital, Xitoyningki shirkatlarining Amerikaning kapital bozorida mablag' yig'ishga qarshi turadigan, uni cheklaydigan shunday bir loyiha bor. Demak, savdo munosabati ikki taraf o'rtasida savdo urushi bir gap, endi bu pul muomala kapital urushi, kapital bozoridagi urushga aylangandek turdi. Bu to'g'risida bu shunchalik xabar topib qolsam bo'ldi. Uchinchi bir cho'ng buni bir mazmunday navbatdagi shu Amerikada ilib berilayotgan Amerikaning 46 navbatlik prezidentni saylash saylimi. Amerikada bir necha partiyalar bor. Cho'ng partiyalarningki birisi Cumhuriyetçiler Partisi, yana birisi Demokratlar Partisi, undan boshqa Libertarian, Yeşiller Partisi, Mustaqilchilar Partisi degan kichik partiyalar bor. Ular odatda jiq ahamiyatga ega emaslar, odamlarni o'ziga jalb qilmagan. Amerikaning tarixida, hokimiyat tarixida Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratlar Partisi izchil shunday put tepishib kelgan. Albatta bu xil put tepishish yaxshi. Birisi yana birisini nazorat qilib turadigan gap. Birisining hokimiyat birisi taxtga chiqqan vaqtda uning surgan hokimiyati xalqchil bo'lmasa, xalqning ra'yiga qilmasa, yana bir qitimda 4 yildan keyin uning og'dirilib taxtdan tushish shunday bir tahlikasi bo'ladi. Shuning odamlar ma'lum bir ishni qilgan vaqtda, uning jazosini o'ylab yetgan vaqtda u xil ishni qilmaydigan bo'lganga o'xshash partiyalarmi shunday bo'ladi degan gap. Mana endi hozirgi ahvolda Cumhuriyetçiler Partisidan Donald Trump Cumhuriyetçiler Partisidan nomzod bo'lib tushdi. Hozirgi vazifadagi prezident, Demokratlar Partisidan Joe Biden bu yil 8-oyda Demokratlar Partisiga vakolatdan saylanib turdi. Bu odamning yoshi 7 yosh, Donald Trumpning 72 yosh. Shunga ba'zida yosh ma'lum bir narsani belgilamaydi ko'pchilik. Mana bu to'g'risida har kim o'z vaqtida deydigan bir yozimni ko'pchilikka so'zlab beraman. Cumhuriyetçiler Partisi konservativroq, an'anachiroq, Demokratlar Partisi liberal, bak erkinchilik taraf tashabbuslarlari bu. Bular yer sharishni tashabbus qilganlar. Cumhuriyetçiler Partisi nimani tashabbus qilganlar? Mana Amerika birinchi deydiganni an'anaviy shaklda kichik hukumat, kichik budjet tuvan bo'lish, hukumatlar, ma'murlar kichik bo'lish deydigan mushlarni tashabbus qilganlar.
Ama bularning Xitoy bilan tutgan munosabatida 40 yillik shu munosabatda Amerika va Xitoyning o'rtasidagi munosabatda bularningki o'rni hozir alınışıp qolgandek turadi. Ya'ni 70-yillarda o'zinglar qilsa Cumhuriyetçiler Partiyasining bo'lgan Nixon Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilagan. George W. Bush peshqadam, bu 2000-yillik 2010-yillik prezident bo'lgan Bushning dadasi prezident. Bu kishi bir navbat bo'lgan, bu kishi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilagan. George Bushmi shu Cumhuriyetçiler Partiyasi tarixdan buyon Xitoyga moyil siyosatni qo'llanib kelgan. Demokratlar Partiyasi desa, Demokratlar Partiyasi kishilik huquqni ko'proq ta'kidlab, kishilik huquq, ko'p xillashish, yer sharilshish deganlarni shunday tashviq qilgan. Ularning Xitoyga tutgan muomalasi nisbatan do'stona emas bo'lgan, lekin Bill Clintonning ikkinchi qatim vazifa o'tgan vaqtda Bill Clinton bir shior bor edi, economy stupid degan. Hamma ish iqtisodda, hammani qilgan iqtisodni yaxshi qila olsang, ishing yaxshi bo'ldi deydigan shunday shior bilan saylangan edi va 8 yil vazifada o'tgan vaqtda Amerika iqtisodi haqiqatan yaxshi bo'lgan. Bu odam Xitoy bilan ikkinchi qatimliq vazifa o'tgan vaqtda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab, Xitoyning Dunyo sayyohat tashkiloti, Dunyo savdo tashkilotiga kirishida bu nihoyatda cho'ng rol o'ynagan edi. Ya'ni Xitoyningki savdodan bahramand bo'ladigan davlatlar burun har yili Xitoy bilan savdo qilgan vaqtda sen ma'lum mahsulotlarni sota olaysan, ma'lum mahsulotlarni ola olaysan, ololmaysan deganda cheklanib qo'ygan. Ya'ni sening kishilik huquqing qandoq deb. Kishilik huquqing nachar bo'lsa, Xitoyningki savdo ishlariga ta'siri cheklab qo'ygan. Shuning bilan ular unchalar zolimlashib ketmagan. Mana keyin bu Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin ahvol uning boshqachasi bo'ldi. Amerika Xitoy savdo tashkilotiga kirsa, ular bizga o'xshash iqtisodiy taraqqiy qilsa, bir turkum o'tiri qatlamdagi burjuaziyasini shakllansa, bular kishilik huquqni, demokratiyani, qonun bilan idora qilgan jamiyatni talab qildi deb o'ylagan. Lekin ularning oxirida so'qqan xato bo'ldi. Mana 2016 Trump saylanib tushgan vaqtda Amerikani kuchaytirgan MAGA degan shiorni o'tirib qo'yib tushgan. Xabarlanadi ba, uning shiori shu nima desa, shu yer sharilishni tashabbus qilgan atalmish sarxillar, siyosiylar, Demokratlar Partiyasidan bo'lgan siyosiylar, shu globalist, ya'ni yer sharilishni tashabbus qilgan korxonachilar, Bill Gatesga o'xshash. Bular o'sha Xitoyga do'stona muomala qilib, bizningki ishlab chiqarish sanoatimizni yo'tkilib ketib, ishlab chiqarish yasash sanoatimiz yo'qolib ketib, nurg'un odamlarimiz ishsiz qoldi. Bizningki ta'minlash zanjirimiz uzilib qoldi. Xitoy bizdan foydalanib ketdi deb mushu xil shiorni ko'tarib chiqqan. Endi bu qitim shu vaboning bo'lishi Trumpning o'sha xil qarashini isbotlagandek turadi. Ya'ni nima deganda, mana vaboda Amerika es qildi-ku, o'zining hatto shu maskaga yetishmadi. Maska doktor sestralarning kiydigan o'zini qo'g'daydigan kiyimlarmi yo'q bo'ldi degan gap. Demak, o'zi ishlab chiqarmadi butun hatto shu odat kasallar ishlatadigan aspirin, obo deydigan dorilarningki ko'p tarkiblarni Xitoydan kelgan. Bu shunday Xitoyga tayinib qolgan gap. Bu ojizlik oshkorlandi. Shunday bo'lganlikdan bu ta'minlash zanjiriga nisbatan bir cho'ng islohot olib boramiz. Buni Amerikaning manfaatiga moyil davlatlarga yo'tkaymiz deb bu shuning uchun tirishyapti. Xo'sh, endi men bu Cumhuriyetçiler Partiyasi bilan Demokratlar Partiyasi o'tirsa ozroq bir to'xtalib o'tay. Cumhuriyetçiler Partiyasi bular o'ngchi, Demokratlar Partiyasi bular solchi. Bularni shu Cumhuriyetçiler Partiyasini qo'llaydigan Amerikadagi muhim ba'zi shtatlar demakdan Oklahoma deymiz, Idaho deymiz, Alaska deymiz. Bularni Red State deb qo'ydi, Yeshil shtat deb qo'ydi. Cumhuriyetçiler Partiyasini qo'llaydigan. Kaliforniya bizning Massachusetts shtati demokratlarni qo'llaydiganlarni bularni ko'k shtat deb qo'ydi. Ya'ni Amerikaniki Kaliforniya, New York, Massachusetts, Boston deganda xalqaro cho'ng shaharlarda yashaydigan kishilar yer sharilishini, ko'p xillikni bular qabul qiladi. Bular hammamiz inson deydigan shunday bir muomalada hammadan o'zining yashash huquqi va live and let live, ya'ni yasha va yashashga qo'y deydigan bu shunday bir shior bilan yashaydigan odamlar ko'pinchisi. Ammo bu Cumhuriyetçiler Partiyasidan desa, ular boshqa dindikilarga nisbatan, boshqa dindikilarga yoki bo'lmasa bir qism odamlarda ularning ichida
Ma'lum bir partiyaning ichidami, shuning ichidami bak eg'ib ketganlar bo'ladi, ashqullar bo'ladi, mo'tadillar bo'ladi. Endi bak ashqullari shunday xalqi ko'chmanlarga qarshi yo'q. Amerika birinchi, to'g'ri qism, xato qism birinchi deb turadigan bir qism odamlar bor. Endi mana o'ngchi, so'lchi masalasiga kelsak, biz mundaq nimani ko'rganmi? Mundaq nimani ko'rgan-ku? Qo'ng'iroqning o'ng qismini o'ngchi desak, so'l qismini so'lchi desak, Amerikada o'ngchilar hozir o'ngchilarning Xitoyga tutgan pozitsiyasi o'zgarib ketdi. Ya'ni qandaq o'ngchilar so'lchiga aylanib qolib, burunqi so'lchilar o'ngchiga aylanib ketdi degan gap. Ya'ni burun Amerikaning Cumhuriyetçiler Partisi Xitoyga do'stona muomala tutgan bo'lsa, hozir ular Xitoyga nisbatan bir xil dushmaniy pozitsiya tutadi. Amerikaningki so'lchilari bo'lsa, liberallari bo'lsa, bular asosan Xitoyga nisbatan do'stona muomala tutgan Cumhuriyetçiler tipiga aylanib qolyapti bular. Garchi partiyaning ismi o'xshash bo'lgani bilan ma'lum masalaga tutgan, Xitoyga tutgan pozitsiyasida bularning o'rin olmish bo'lyapti degan gap. Ya'ni daryo 15 yil sharq oqsa 15 yil g'arb oqadi degandek bir gap bo'lib qolyapti degan gap. Shunga Xitoydami so'lchilar va o'ngchilar bor. Xitoyning so'lchilari oshqin. Xitoyning o'ngchilari chu desa, ko'p xillikqa hurmat qiladigan, qonun orqali jamiyatni idora qilamiz deydigan, mana shunday bir civil society, ommaviy jamoat fuqarolar jamiyatini barpo qilamiz deydigan, lekin ularning Xitoy kompartiyasining ichida tutgan hokimiyati uzun bo'lgani yo'q. 10 yildaklar yashagan, 10 yillar Xuyobaning vaqtida 10 yildaklar o'qib salgan bular. Anadan keyin qattiq qo'lliqlar, ya'ni so'lchilar tutib ketgan. Hozir mana shu so'lchilarning zeyniga hammasi uchrayapti, eng uchrayotgani biz o'ylayapmiz. Xo'sh. Shunga o'ngchi, so'lchi deganni tushunib qilmasak, hukm jihatdagi uning nimaligini tushunmasak, xato odamni yaxshi ko'rib tashviqotga qarablar. Xato odamni yaxshi ko'rib, yaxshi odamni o'chkirib qolgan ish qildi. Amerikaning taniqli bir qartalliklar ishtidan bo'lgan Malcolm X deydigan musulmon bo'lgan bir qartallik bir dois bo'lgan, u odam suiqasdga uchrab ketdi. Shu odamning bir gapi bor. Shu tashviqot deganning orqandagi odamning kallasini juydi. Shu qadar juydi-ki odamning kallasini izlayotgan odam jamiyatda nafratga uchrab, g'azablanishga uchrab, azguchi odam madinado deydi. O'sha ochiq jamiyatlardami, demokratik jamiyatlardami so'zlash erkinligi emasmi? So'zlash erkinligi bo'lgandan keyin haqlar uni buni so'zlab, hammasiniki medialar bo'lib, hammasi o'zining ko'z qarashini deb, hech kim yo'l bermay, uni tillab, buni deb qarmoqqa intayin qalayim qanday tug'an bilan ham kishilarning so'zlash erkinligi va shuningga qabul qilgan odamlar shuning ta'sir uchragan odamlarmi yana bo'ladi. Masalan, Amerikaning axborotini bilsak, CNN, Fox News deydigan ikki cho'ng televiziya kanali bor. CNN so'lchiroq, demokratchilarga mayil, Fox News deganimiz Fox xabarlari bu o'ngchi jumhuriyatchilarga mayil. Fox News qaraydigan bo'lsangiz, bunda qarasangiz, Trump shunday chiqiblam aqlga sig'maydigan gapni, logika tushmaydigan gapni desam, Fox News uni hikmatga aylantirib tashviq qildi. Ma'lum jumhuriyatchilar CNN desa, Trump chiqib to'g'ri gap deysimi? Ma'lum CNN'ninki qo'pib uni putoq chiqarib, uni xatoga aylantirib gap qiladi. Demak, bu anglaydiganlar, u yerda ishlaydiganlar muayyan iddiaga qarshi odamlar bo'lgandan keyin, muayyan iddiaga ega odamlar bo'lgandan keyin, hammasi o'ziniki safsatisini, o'zining ko'z qarashini sotadi degan gap. Shuning uchun mana shu qamoqda anglovchi yoki murid tayyorlaydi, tarbiyalaydi. Shunga bir ishlarga qargan vaqtimizda, nazar solgan vaqtimizda anglash bilan birlikda reallikni selishtirib, lekin ma'ning da'vatxonada, ma'ning qilayotgani to'g'ri deb. Yaxshi ko'rmaydigan odamimiz to'g'ri gap qilsa, yaxshi qilsa, uni e'tirof qilishimiz kerak. Yaxshi ko'radigan odamimiz xato gap qilsa, xato ish qilsa, uni obyektiv yo'sinda uni diqqat qilmasak bo'lmaydi degan gap. Xo'sh. Endi men mana iqtisod to'g'risidagi savollarga ozroq javob berib o'tay. Birinchi savol, Turkiyada bir qarindoshimiz so'rab ekan, Turkiyada paychik o'ynasak bo'lamdi deb. Paychikni nada bo'lsa o'ynasang bo'ladi, lekin o'ynashdan burun qaysi xil finalsida, qaysi shirkatning finalsida, shu davlatning iqtisodi qanday iqtisodiy ish o'tamdi, chekinyapti, bu shirkat ishonchli shirkatmi yoki paypoq shirkatmi, ya'ni somkirashdan chiqqan shirkatmi, rost foyda ko'rsatadi, foyda ko'rsatmayapti degandek mushlarning hammasini cho'qim qarash kerak. Warren Buffett cho'ng mablag' sag'ichi paychik bilan paychikka mablag' sag'ichi. Buning bir gapi bor. Pay bozorida sen
Hammadan ehtiyot qilgan vaqtda ochko'z bo'l, hammadan ochko'z bo'lgan vaqtda ehtiyot qil deydigan bir gap bor. Shu paychaklar bak o'sib ketgan vaqtda ehtiyot qilish kerak. Paychak bak tushib ketgan vaqtda sal ochko'zroq bo'lish kerak. Bu ahvol qarab ma'lum qilsak bo'ldi. Endi ikkinchi savol, ma bir qarindoshimiz biz qandoq kasbdan o'rgansak bo'ldi, qandoq qilib pul topamiz debdi ekan. Men o'tganda shu Uyg'urlarda sanoat bazasi paydo bo'lish kerak. Nerda yashayotgan bo'lsak, to'plashib yashagan bo'lsak, qayerda bo'lgan bo'lsak, zavodimiz bo'lish kerak degan gapni qilgan. Masalan, dori zavodi yoki kiyim-kechak zavodi degandeklarni qilgan. Endi men yana bir xil madaniyat bazalarini ichish to'g'risida bizning ayt go'zal naqsh muzikalarimiz bor, usullarimiz bor. Shu madaniyat bazalarini ichish muzikalarimizni. Masalan, Parat xalqning qetiq deydigan bir muzika umigi bor deyman. Shunga o'xshash. Mushu dunyoda muzika bozorini echishdim, o'yishib baqsaq bo'ladi. Kasb jihatini aytgan vaqtda yoshlar qo'pab, mushu hozir o'qidigan, oson xizmat topiladigan, yuqori maosh beradigan ba'zi kasblarni o'qisak bo'ldi. Masalan, injenerlik, ya'ni injenerlik, mexanika injenerlik, qurilish injenerligi, sanoat injenerligi, kompyuter injenerligi degan o'xshash kompyuter kasbini o'rgansak bo'ldi. Pul ma'mul kasbini o'rgansak bo'ldi, ammo buningda cho'qim bir xalqaro o'lchamga kenishkin ilish kerak. Ba'zida kenishki diplomdan muhim. Bizning o'zimizningki xususiy mablag'larni boshqarib paychik bozorida necha mullaq deb ko'paytirib turgan odamlarimiz yo'q. Bizning o'zimizningki CPA, ya'ni Certified Public Accountant deydigan odamlarimiz yo'q. Men shunday insonlarga mana shuni tavsiya qildim, mana shuni e'lonladi. Uning tirishayotganlar bor, ep bo'lamdi. Ondan doktorlik kasbini o'rgansak bo'ladi. Endi qanday pul topamiz deb ekan. Pul topishning turli tuman yo'li bor. Satrashning eng yaxshi yo'lini nurg'un pul topib bo'ladi. Andan keyin oshxonaning eng yaxshi yo'lini nurg'un pul topib bo'ladi. Qisqasi, pulni topaman deb niyat qilsangiz, qo'lingizni ishlasangiz, tirishsangiz, uningga siz hargiz kechikmaysiz. Men o'tganda pensiya pul to'g'risida so'zladim. Og'am maoshini, bajsiyasini yaxshi tushunib, pensiya puliga yaxshi pul yapmangsizmi, bir xil boylikni ko'paytirib oladi. Buni qilolmaymiz deb o'ylashning hech qanday asosi yo'q. Endi yana bir qarindishimiz shu nima debdi ekan? Bir qarindishimiz dunyo tartibi o'zgaramdi dedi. Vabo menimcha o'zgartirdi buni. Qanday o'zgartirdi buni qaraymiz. Dunyo cho'qim bir nisbatan uch bo'lgan, nisbatan bu shunday bir odilroq bo'lgan bir tuzumga qarab ma'misa, yo'linish qarab ma'misa, ish chataq, ahvol chataq. Andan keyin mush yoshda men bir ish qila olamdim, men boy bo'la olamdim, bir ish qilaman degan qarindoshlarga bir tavsiyam, men bir 3 yilning oldida birsinki har kim dal vaqtida deydigan bir yozmasini tarjima qilib qo'ygan. Inglizchani shuni bir o'qib beray, ilhom bo'lib qolsa ajab emas. New York, Kaliforniyadan 3 soat oldida buninglar bilan Kaliforniya kaynida qolmaydi. 22 ishida diplom olgan birisining 5 yil kutib xizmat topadigan ishlarma bo'lib qoladi. Ya'ni birovlar 25 yoshda jahon tavriti diyor. Ammo 50 ga borganda bu dunyodan u dunyoga ketib qoladi. 50 yoshda ishning sepini tutgan birisi 90 yoshga kirgach sog'lom yashaydi. Birovlar bo'ytoq yursa birovlar jufti bilan Obama 55 yoshda pensiyada, Trump 70 yoshda taxtda. Demak, bu dunyoda har kim o'z vaqt qaraydi yashaydi. Atrofingga nazar solsangmi bu bada. Ba'zilar qarmoqqa oldingda, ba'zilar keyningda. Biroq har kim o'z yo'lida, o'z vaqtida. Hasad yo kamsitish bo'lmasin senda hech kimga. Ular o'zining vaqt qo'ynida, senmi ham o'zingninkida hayotlik paytni tutib yashashni bilish aslida. Yenik nafas ol, qadrligim, so'yimligim, kechikmading, tantaklikmi qilmading, dal joyda yashab kelding hayotingning har bir daqiqasida. Rahmat.